Ajrashganimdan keyin uylanmagan yigitga turmushga chiqdim. 19 yoshimda turmushga chiqqandim. Lekin taqdir taqozosi bilan hayotim bo'lmadi. Turmush o'rtog'im boshqa bir ayolga ilakishib qoldi. Qaynimning aytishi bo'yicha tuberkulyoz kasalligi bilan kasallangan. Buni eshitib qornimda 4 oylik homilam bilan ota uyimga qaytib keldim. Qizim ota uyimda dunyoga keldi. Erim na mendan, na farzandidan xabar olmadi. Raddomdan ham qarindoshlarim olib chiqishdi. Oradan vaqtlar o'tdi. Qizim esimni tanishni boshladi. Adasini juda ham ko'p so'rardi. Nima deyishni bilmasdan. Deyla samolyot haydaydilar, uzoqlarga uchadilar. Ishlari tugasa albatta oldinga keladilar deb o'tdi. Qizimni bog'chaga berdim va o'zim ham bog'chaga ishga kirdim. Shu orada bizani bir inson kuzata boshladi. Boshida shunchaki salom alik qilardi. Qizim u insonni ko'rib, "Ada keldingizmi? Endi samolyot haydamaysizmi?" deb yig'lab bordi. U inson, "Yo'q, bo'ldi. Endi ketmayman qizim" deb qizimni ovutdilar. Oradan vaqt o'tdi. Qizim u insonni Ada deb chaqira boshladi. Uyimizga sovchilarni jo'natdilar. Undan oldin qancha norozichiliklar bo'ldi. Adam uylanmagan bolaga bermayman desalar, uydagilari ajrashgan, yana bolasi bilan uni senga olib bermaymiz deyishardi. Uni ustiga mendan yana 2 yosh kichkina edilar. Oxir-oqibat Adamni uydagilarini ko'ndirdilar. Muhabbatlari uchun 3 yil kurashdilar. Turmush qurdik. Qizimni o'zlari maktabga olib chiqdilar. Qizimni o'zlarini farzandlaridan ham ortiq ko'radi. Alhamdulillah, hozir 3 nafar farzandim bor. Bir qiz, 2 o'g'il. Bu kuzatuvchim hayotlarini o'qib shuni bildim. Alloh har bir bandaga o'zi ko'tara oladigan sinov beradi va albatta ketidan o'z mukofotlarini beradi. Kim uchundir taraflama sinov beradi, yana kim uchundir farzand taraflama sinov beradi. Agar bu sinovlardan yaxshi o'ta olsanglar, mukofoti albatta yaxshilik bo'ladi. Mana profilimni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska bo'ling. Storislarimni kuzatib boringlar, chunki u yoqda men o'zimni hayotimni ko'rsatib boraman.